Bemorning ahvoli o'ta og'ir edi. Har bir soniya hayot yoki o'lim edi. Zarnigorning yuragi to'xtab qoldi. Reanimatsiya bo'limimizda yanvar oyida shunday hodisa yuz berdiki, Furqat tumanidan kelgan bemor rejali ravishda tayinlangan barcha tibbiy ko'riklardan o'tgan, tekshiruvlarni qilganmiz. Hamda kesir kesish operatsiya amaliyotiga tayinlangan. Hamda kesish amaliyoti vaqtida homilani olgandan keyin qo'qqisdan yurak faoliyati to'xtashi kuzatilgan. Operatsiya xonasida kasal bemorni ko'rganimizda birlamchi diagnozimiz o'pka arterial tromboemboliyasi bilan yurak faoliyati to'xtashi kuzatilgan. Shifokorlar bir lahza ham ikkilanmadi. Tezkor, aniq kasbiy harakatlar, reanimatsiya choralari darhol boshlandi va yurak qayta urdi. Meni hayotimni saqlab qolish uchun harakat qilishgan hamma vrachlarimizga, ginekolog vrachlarimiz, doktorlarimiz hammalariga, o'rta tibbiyot xodimlari, kichik tibbiyot xodimlariga rahmat. Hammalari o'z yaqinidek qarashdi. Hammalariga rahmat aytaman. Reanimatolog vrachimiz Vahob Hoshimovichga ham alohida rahmat. Ginekolog vrachimizga ham rahmat. Hozirgi paytda o'zimni ham farzandimni ham holati juda ham yaxshi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazining Farg'ona viloyati filialida bugun zamon talablariga javob beradigan keng ko'lamli tibbiy ishlar amalga oshirilmoqda. Tajribali, yuqori malakali shifokorlar tomonidan onalar va chaqaloqlar salomatligini muhofaza qilish, og'ir holatlarda qolgan bemorlarga tezkor va samarali tibbiy yordam ko'rsatish borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Markazda zamonaviy tibbiy uskunalar, ilg'or davolash usullari hamda ilmiy tajribaviy yondashuv asosida har bir bemorga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ona va bola salomatligi eng oliy qadriyat. Farg'ona viloyati filiali shifokorlari esa ushbu muqaddas vazifani sharaf bilan bajarishmoqda. Bu yerda har bir qutqarilgan hayot, har bir sog'lom chaqaloq shifokorlarimizning fidoyiligi, bilimi va insonparvarligining yaqqol namunasidir.